Yo, to'yni birinchi kunidan kuyov bola qaqib ketib qolishi mumkin, ha? Bundan ham muhim nima ishi bor ekan bu kuyovni, ya? Metan deya chiqdi tan. Jon akalar, meni o'tkazib yuboringlar. Bugun uylanganman, uyga boray ertaroq. Voy, begim, kelganingizni ko'rmay qopman. Yaxshi keldingizmi? To'yimiz yaxshi o'tdi-ya? Menga yoqdi, sizgachi? Yurarmikin bular? Aka, necha kilometrdan kelasiz? Ha, men uzoqdan kelaman. 60 kilometr. Yo, bitta zapravka bilan necha kilometr yurasiz? Shu 90-100. Ya, matematikani yirtib qo'ygan ekansiz-da. 30 kilometr uchun kelasizmi? Bundan ko'ra piyoda yurganingiz yaxshi-ku. Alla, shuni o'ylab ko'rmagan ekanman. Boring, ketavering. Keldim. Ustingga kiy. Nimaga? Gazga boramiz. Ayollarga bez o'chirib berar gazni. Ha do'stlar, bugun sizlar bilan metan zapravkada o'chirta turgan hamyurtlarimizni kayfiyatini ko'taramiz. Ketdik. O'tkazma o'chiribdi! Metan turpan bilan! Qo'tar! Hozir bularning kayfiyatini avazoxim ham ko'tara olmaydi. Urmasdan oldin qochdik. Yur. Dadasi, sizdami to'ydan keyin 2 oy metanga qatnagandingiz? Esimda. O'shanda bir kun metanga bormagandingiz, sizdami? Esimda. Kechqurun hech qatga bormadingiz, uyda qoldik ikkalamiz deyman. Nima demoqchisan? Men homiladorman, bir surpriz ham qilmaydi, o'lib ketsin. 9 oydan keyin. Polvondagi o'g'il tug'ildi. Bolani otasi qani? Menga talab etmayman. Qanaqasiga sizni qilaman? Akalar. Urushmanglar. Ben bugun zapravka ishlamas ekan. Turaman men. Let's go, la la la. Bitch, I'm a